Teklemakkandan yangrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anglatilayotgan Uncha programmasi. Assalamu alaykum. Hayot qadamlarini umid bilan besib, go'zal bir kunlik nishoniga otlanayotgan aziz anglag'uchilar. Assalomu alaykum. Jo'shqin ruh bilan hayotga tabassum aylagan qadrdonlar. Eng go'zal mazmunlarimiz bilan huzuringlarda riyosatchi do'stinglar Dinzodbek aziz. Yangi bir kunda yangicha kuy nazmlarimiz bilan xizmatda biz, men sirdosh do'stinglar Ra'no G'upur. Ajdodlar hikmati u marastur, maras. Dinzodbek. Xo'sh. Uzun yillik chet el turmushlarimizda bizdagi nurg'un o'rib-odatlarning boshqa millatlarnikiga solishtirganda haqiqatan go'zal taraflarining ko'pligini his qildim. Hamda o'zimning bir Uyg'ur farzandi bo'lgandan intayin faxrlik his qilaman. To'g'ri. Uyg'ur farzandi bo'lish bu dunyolikdagi biz uchun berilgan eng go'zal martaba deb o'ylayman. Shundaqla millat xizmatida birga bo'lalig'imizmi eng katta sharaflarning biri. His qilishimcha eng qisqasi bizning tomoq yeyishga o'rib-odatlarimizmi nazokatligidan bir ustalda bo'lgan kishini huzurlantirdi. Tövəndə, ana shu go'zallikni bizga miros qilgan ota-bobolarimiz miroslaridan Uyg'urlarning dasturxon ustidagi odatlari haqidagi mazmunlar muxbirimiz Güzel Nur Cüratning anglatishi bilan huzuringlarda bo'ldi. Yoqtirib anglag'aysizlar. Uyg'urlarning oila, kishilik munosabat odatlaridan dasturxon ustida. Ko'p hollarda to'y to'kun, nazar chiroq qatorliq ma'rakalarda, mehmondorchilikda tonigan, yashangan va yoshlar bilan bir dasturxonda o'tirib qilishga to'g'ri keladi. Bunda chog'larda diqqat qilishga tegishlik adab axloqiga doir bir muncha qoida yo'sinlar bo'ladi. Masalan, birinchi, cho'nglar bilan bir dasturxonda o'tirganda tomoq cho'nglar qo'l uzatmoqchi qo'l uzatish to'liq adabsizlik bo'ladi. Qani elib baslar deb cho'nglarni taklif qilish go'zal axloqdir. Shundaqla sohibxon tomoq taklif qilmoqcha tomoqqa qo'l sunib tomoqni yeyishga boshlash bu axloqsizlik bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi, boshqalar bilan bir dasturxonda tomoq yeganda o'z oldini qo'yib boshqalarning oldiga qo'l uzatish bu adabsizlik bo'ladi. Shundaqla qochidagi tomoqni elashtirish, qo'chish to'liq adabsiz ishlardan bo'lib hisoblanadi. Uchinchi, tomoq vaqtida gapdonlik qilib boshqalarning kayfini buzish ayibli ishlardan bo'lib hisoblanadi. To'rtinchi, tomoqni oshirib qo'yish, tomoqni pokiz yemay qochida tomoq yuqindilarini qoldirish bu nachar qiliqlardandir. Uyg'ur xalqining eng esil odatlaridan biri yemak-ichmakni zoyi qilmaslik, uni qadrlash. Shunga cho'nglar yerga tushib ketgan yoki dasturxonga chizilib ketgan non uvoqlarini terib olib og'ziga silib oladi. 5. Dasturxon ustida tushkirish, yutilishga to'g'ri kelganda qo'lining orqasi bilan og'iz burunni to'sib olish bu adabning belgisi. Buningdan boshqa dasturxon ustida tish qo'lash, qattiq kekirishmi ayib ishlardan bo'lib hisoblanadi. Agar tishni qo'lashga to'g'ri kelsa, og'izni olqon bilan to'sib turib qo'laydi. Dasturxon ustida va boshqalar yinda asnab kerilishmi ayib ishlardan bo'lib hisoblanadi. 6. Dasturxonga o'tirishdan ilgari hamma odam qo'lni chayqaydi. Shundaqla cho'ng kichik tarafdan keyinmi qo'l yuyidi. Qo'lni yuyib bo'lgandan keyin qo'lni lo'ngiga yetadi. Qo'lni surtmasdan qo'lni silkish ayib ishlardan bo'lib hisoblanadi. 7. Birov dasturxon ustiga kirib kelsa, uni kelsizlar, dasturxonga kelsizlar deb dasturxonga taklif qilishmi eng yaxshi axloqimiz. 8. Yashangan odamlar bilan bir dasturxonda o'tirib tomoq yeganda yalong boshda o'tirish boshqalar tagaydigan ishlardan bo'lib hisoblanadi. Oxirida boshqalar bilan bir dasturxonda o'tirib tomoq yeganda dasturxon yig'ilmay turib yoki duo qilinmay turib va yoki boshqalar tomoqni yeb bo'lmay turib dasturxondan turib ketish noiti adabsizlikdir. Tarım g'unchilari. Tarım g'unchilari. Tarım g'unchilari. Qadrlik anglag'uchilar,
Бүгін сілерге tunuşturmoqchi болғаным alayda bir ana til gruppasi bo'lib, u bo'lsa-mu Turkiya Analiyada yashab turg'uchi hamshirimiz Buajar Rozning fidokorligida boshqarilib kelayotgan Uyg'urcha kitob o'qish gruppasi. Buajar o'qituvchi emas, o'qitish tajribasi yoki metod deganlarni bilmaydi. Ammo muajiratdagi Uyg'ur ona bo'lish salohiyati bilan o'zining mushu tilni, mushu madaniyatni saqlab qolish uchun yaqin yurtlarda musofir bo'layotganini, farzandlarining ona tiliga o'zi kuchimizsa farzandlar o'zligidan Uyg'ur tilliq bo'lib qolmaydiganligidek yuksak mas'uliyatni bakmi yaxshi biladi. Mushuning turtkisida turkchaga kirishib ketayotgan bolalarni o'zi o'qitish qaroriga keldi. Buajar ishni kichikdan boshlab bir tasodifiylik bilan 1-sentabr kuni bir guruh qurib, do'stlarining bolalarini qo'shib, ularga xohlagan narsalarni o'qishga buyurdi. Buning unumi ko'rilgandan keyin Buajar hech qanday o'rnak olg'idek darslik yo'q ahvolda o'zi izlanib, bolalarga mos keladigan tekstni to'pqa avatib, har kuni kech soat 7 dan 9 gacha bolalarning o'qib to'pqa avatishini so'raydi. O'z bo'lsa, hammani astoydil anglab, ko'ngil qo'yib baho yozib chiqadi. Ba'zi kunlari bolaga, ota-onaga baho yozib bo'lguncha tun yerim bo'lib ketganini tuymay qoldi. Uning bu tirishchanligi natijasida topdagi o'qiydiganlardan anglaydiganlar jiq bo'lishdek ahvol o'zgarib, muntazam o'quvchi 50 dan oshdi. Buajar har haftada haftalik cho'lpon, har oyda oylik cho'lpon saylaydi hamda o'z iqtisodidan bu cho'lponlarni mukofotlamoqchi bo'ladi. Buajar manga o'quvchilarning deklamatsiyasini iftixorlik bilan tunishtirib, guruh qurilgandan keyin bu ish bilan malak bo'lib, burunqi bekorchilik, buruqtumchilikdan qutulib, har kuni jo'shqin kayfiyatda turadiganligini so'yinib so'zlab berdi. Uyg'ur xonim qizlari mushundaq jafoga amroq suyimlik ayollar. Ular o'z yig'isini o'zi yig'ilgan bilan dunyoni kuldirdi. Unchi programmamiz Buajarning fidokorligiga afrin o'qiymiz va vujudiga kuch-quvvat, ishlariga utuq tilaymiz. Әмді diqqətinlər Buajarning kichik cho'lponlarining deklamatsiyasi bo'lsin. Assalomu alaykum kichik do'stlar, mening ismim Aisha. Men bu yil 10 yoshga kirdim. Men sizlarga bugun o'simlikda chori ko'p degan she'rni o'qib bermoqchi. O'simlikda chori ko'p, qush va hayvon balasi bara olaydi har yoqqa. O'simliklar qandoqcha ketalaydi yiroqqa. Ballılarga mamıkap, rastlap birer paraşüt, gurgur şamal ularni ilip gider yurtmuyup. Buduşqaqның balısı, tiken qasraq kildu, hayvanlarga yipişip, keng dalga ketidu. Bekmu belen yaxşıdır, purcaq ana çarısı, qaqlanğaçqa aptapqa, pişar purcaq danisi. Yirilanğanda danları, purcaq taqlar sekirişer, ayrılışның aldıda anısıga hoş deyişer. O'simlikda chori ko'p, ishonmasang sinchila, bu hikmatni bilmaysan, agar bo'lsang beparvo. Assalomu alaykum umar do'stlar, men Istanbuldan Shaymandur Muhammad, 11 yoshga kirdim. Masal, o'rinsiz emas. Kunlarning birida ziyrak bir to'shqan yo'lda uchrashib qolgan tulka bilan chaqchaq tariqasida paranglashishga boshlabdi. Uningga "Seni bekiligar deyishidi, bu to'g'rimi?" debdi. Tulka: "Men nima desam bekor qilinishim. Eng yaxshisi sen bizning uygacha kel. Deganlarning to'g'ri xato ekanligini o'z ko'zing bilan ko'r. Yana dasturxonimda mehmon bo'lasan" deb javob beribdi. Toshqon bu so'zlardan bek suyunibdi o'z-o'zicha. Nima degan aqlsiz tulka bu? Ikki qiz maqtab qo'ysam rost deb qilib meni tomoqqa teklif qilib yurganini deganlarni o'ylabdi. Shunda qilib toshqon tulka bilan billa uning uyiga beribdi. Tulkining uyiga kiribla turib qapti. Chunki tulkining uyi qop-quruqkan, ya yemeklik yo'qkan, ya suv. Toshqon birdilla tulkining oldam xaltasiga tushganini bilibdi. Chunki uyda tulka uchun o'zidan boshqa tomoq yo'qkan. Demak, bekorga tomoq yeyishni xiyol qilayotgan toshqon tulkiga bekorga ov bo'lganini tushunibdi. U tulkiga qarab: "Ishondim tulka qarindosh" debdi. "Sening hayvonlarning eng ilgari ekanligiga ishondim. Qara,
Ziyrak dep qaraladigan menimi qapqanınğa dəstətdin. Öyüngə öz putum bilan mang'uzub ekkelding. Manga o'xshash aqlsiz birini ma'za qilib yesang bo'ladi. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Yaxshimisizlar? Mening ismim Muniba Sabir. Bu yil 7,5 yoshga kirdim. Hozir sizlarga kitobdan degan she'rni deklamatsiya qilib beraman. Nodon edim, aql topdim kitobdan. Talay misol naql topdim kitobdan. O'z yo'limga shakl topdim kitobdan. Vujudimga vakil topdim kitobdan. Men ko'rmagan fasl topdim kitobdan. Kitob menga bilmaganni o'rgatdi. Yo'qolmagan g'andirimni tugatdi. Men o'qidim, batlar meni kuzatdi. O'qigancha ko'nglim jahon kuzatdi. Bekashama qasr topdim kitobdan. Yatgan edim o'qimasda to'lg'inib. O'tgan edi rohim bitob bo'lg'inib. Turib ketdim bu uyqudan uyg'onib. Mana endi yurmakdaman mung'unib. Rohimga cho'ng ta'sir topdim kitobdan. Har bir so'zda shirin shakar hasalkan. Chekib pesmu bilsak yaxshi asarkan. Bundan burun fikr asli kesalkan. Kitobsiz ko'g'aplab besib o'tarkan. O'zimdan ko'p masal topdim kitobdan. Har kim o'qib o'z-o'zini toparkan. Hayotiga yangi ma'no qatarkan. Rohi olgan yig'lab qaqshab yotarkan. Uzuq olgan manzilga xo'p choparkan. G'oyam tiklab manzil topdim kitobdan. Kitob shifa, kitob o'z yetib yupkan. Bilsam endi burun rohim yipkan. Bu savodga men kechikib erishgan. Dasturishga o'zim bilan kelishgan. Maslahatchi g'azir topdim kitobdan. Muhabbatdan o'zgiga yetmaydigan qisqagina hayotliq, harakat, tirishish va kurash demakdir. Biz uchun qimmatdir ma'nilik hayot. Qadirlik anglag'uchilar, hayotlikda hammaylar yashaymiz ham yashayapmiz. Ammo o'z hayotidan ma'no topgan, nur chashgan kishilarning yashashdagi aktivligi hammamizning o'rganishiga arziydi ekan. Aktiv energiya kishilardan kishilarga emas, shaylar va hayvonot jonliqlarga bevosita ta'sir qila oladigan g'oya zo'r kuch ekan. Qadrli anglag'uchilar, bugunmi shundoq aktiv energiyalik kishilarimizdan Dilnur Rayhon xonim bilan muxbirimiz Rana G'upirning ziyorat xotirasi huzuringlarda bo'ldi. Bugungi ma'nilik hayot sayfimizda ziyoratda bo'ldig'ini Fransiyada yashab turg'uchi Fransiya Davlatlik Sharqshunoslik institutining Uyg'ur tili o'qituvchisi, Yevropa Uyg'ur institutining qurg'uvchisi va mas'uli Harmas Talmas Uyg'ur hamshirimiz Dilnur Rayhon. Assalomu alaykum Dilnur, programmamizga xush keldingiz. Ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Yaxshimisiz Rana? Bu program uchun taklif qilganingizga rahmat. Dilnur, Rayhon degan taxallusingizmi yoki familiyangizmi? Bu o'zgachilikning sababini bilsak bo'lamdi. Rayhon degan meniki ham taxallusim ham familiyam. Men asosan e'lon qilgan maqolalarimda qo'llangandim. Rayhon meniki opamning ismi. Hurmatimni bildirish uchun menga singan tarbiyasi, men qilgan ajriga bir xil javoban opamninki ismini familiya va taxallus qilib qo'llandim hamda. Bu haqiqatan bir yangilik ekan. Hamda sizningki Uyg'ur tili o'qituvchisi va Yevropa Uyg'ur institutining mas'ul ekanligingizdan yuzaki xabarim bor. Mush to'g'riliq tafsiliy so'zlab beramsiz. Men hozir Fransiyada, Parijdagi Fransiya davlat sharqshunoslik institutida Uyg'ur tili darsi beraman, hamda Uyg'urcha dars beraman. Uyg'urshunoslik, chunki bu yildan e'tiboran Uyg'ur tilidan boshqa Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur tarixi va Uyg'ur madaniyati darslari ta'sis qilindi. Shuning bilan rasmiy shaklda bir Uyg'urshunoslikning dastlabki iznolari bo'lishga boshladi. Hamda Xudoyim buyursa, hamda maqsad shu, balkim borgan sari hamda taraqqiy qildirib buni Uyg'ur bo'limi qilib, Uyg'ur bo'limi qilsak, bizningki maktabimizda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Undan boshqa jamiyatshunoslik o'qigan sosiologiya. Shunga sosiologiya doktori hamda undan boshqa men hamda ba'zi universitetlarda sosiologiya yoki bo'lmasa diplomatiya darslarida dars beraman. Hamda Yevropa Uyg'ur institutininki qurg'uvchi raislik vazifasini o'tayman.
Fransiyada siyosiy panohlik uchun kelgan Uyg'urlar oz sonni egallaydi. Mutlaq ko'pchiligi o'qish sababi bilan kelib qolganlar. Biz Fransiyaga o'qish bilan kelganligimiz uchun, hammamiz degandek o'quvchi bo'lganligimiz uchun 2009 yili bir necha boshqa do'stlar bilan birlashib o'quvchilar uyushmasi qurgan, Uyg'ur o'quvchilar uyushmasi. Shu chog'da men Uyg'ur madaniyatini tanishtirish, umid deganda hammamiz birlashib madaniyat tanishtiraylik, Uyg'ur madaniyatini. Chunki biz kelgan vaqtlarda albatta Uyg'urning kimligini qat'iy bilmaydi, nimaligini. 2009 yildan toki bugunga qadar hamda 10 yil jarayonida har yili Fransiya universitetlarida, o'qishmagan universitetlarda bir Uyg'ur festivali, Uyg'urshunoslik yig'inlari o'tkazib, Fransiyadagi Uyg'urshunoslarni to'plab, Uyg'urlarni tanishtirib keldik hamda universitetlarda. Undan keyin 2013 yili hatta xalqaroliq Uyg'urshunoslik haftaligi o'tkazib, butun dunyodan 50 tadqiqotchini akilib, taklif qilib, bir hafta Fransiyaning keng davomli universitetlarida Parijdagi Uyg'urshunoslik kunlarini o'tkazdik hamda. Fransiya haqiqatan Yevropadagi Uyg'ur madaniyat markaziga aylanib qoldi faoliyatlarimiz sababidan va undan boshqa 2013dan tortib biz dunyodagi birdan-bir fransuzcha va uyg'urcha, ya'ni qo'sh tilliq Uyg'urshunoslik jurnali, ilmiy jurnal chiqarishga boshladik. Buni ta hozirgacha qilyapmiz, garchi ba'zida uzilib qolayotgan bo'lsaqmi. Cho'ngaytib, vazifamizni texmi kengaytirishni o'yladik. Shunga undan keyin biz o'quvchilar uyushmasini 10 yillik uyushmani undan institutga o'zgartdik. Nimishqa Yevropa degan chog'da hamda biz shu o'g'iz uyushmasi, o'quvchilar uyushmamiz bor chog'da nurg'un boshqa yerda o'qish bilan kelgan Uyg'urlar, boshqa Yevropadagi, hatto Turkiyadagi Uyg'urlar bizga o'g'izning sho'basini qurgan bo'lsak, bizniki davlatlarda sizlar qilayotgan ishlarni bizmi qilsak deb degan shu chog'larda. Biz u chog'da lekin biz o'zimizning zimmasidan aran chiqyapmiz. Vaqt yo'q o'qishlardan sirt hamda shuni qilyapmiz deb e'tibor bermagandik. Shunga institutni biz Yevropa nimasiga pallasiga ko'tardik hamda Yevropadagi barliq Uyg'urlarga hamda vakil bo'lish emas, hamda shularga vakil bo'lishga tirishish o'yladik. Hamda qiladigan Yevropa Uyg'ur institutininki vazifalari bo'lsa, bizning qilayotgan yillardan beri, 10 yildan beri qilayotgan Uyg'urshunoslik tadqiqot yig'inlari, Uyg'ur madaniyat bayramlaridan boshqa yana 3 yil bo'ldi biz Parijda qurgan Parij ona til maktabimiz. Bular bor. Hozir 7 yil bo'libdi. 7 yildan beri qilayotgan chiqarayotgan Uyg'urshunoslik jurnalimiz Uyg'urlarga nazar. Bular bor hamda bulardan boshqa hamda bizning o'ylaganimiz shu Yevropaning ko'ksi bo'lgan Parijda bir fizikalik bir materialistik bir o'rnimiz bo'lsa, barliq bir tarafdan barliq Uyg'urlarni bir xuddi o'zlariningki bir elchixonasi bordek shu yerga to'plasak, bir o'ringa ega qilsak, undan keyin yana birisiga bu xuddi undan Uyg'urlarniki madaniyat markaziga o'xshash Fransiyada va Parijga kelgan barliq dunyoning har qaysi joylariga kishilarni jalb qilsa, Uyg'ur madaniyatini ko'rsatsak u yerga, Uyg'ur madaniyatini madaniyat nimalarimiz bilan emas, buyumlarimiz bilan emas, kitoblarimiz, bilimimiz bilan, egallagan tillarimiz bilan, tomoqlarimiz bilan ularga bizniki madaniyatimizning o'lmaydiganligini va bu o'lmas madaniyatniki intayin boy, insoniyat uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan bir muhim madaniyat ekanligini shuni namoyon qilish bu bir taraf. Albatta u yerda darslarni ta'sis qilishni o'yladik. Ya'ni madaniyat darslarimiz, ya'ni usul darslari, musiqa darslari, albatta ona tildan boshqa yana tarix darslarimiz bolalar uchun. Undan boshqa hamda ikkinchi bir taraf, ya'ni akademik tarafi, ya'ni akademik tarafida biz albatta Uyg'urshunoslik yig'inlarini etishdan boshqa hamda maqsad yana bir biz hozir Yevropadagi barliq Uyg'urshunoslarni atrofimizga to'playapmiz. Hamda shularni to'plab, Uyg'urshunoslarning hammani bir yerga to'plab, shu institutning atrofiga undan keyin bir laboratoriya, Uyg'urshunoslik tadqiqot laboratoriyasi qilish. Hozir hamda Inalco, ya'ni men dars berayotgan Sharqshunoslik institutida hozir Uyg'urshunoslik darslari ta'sis qilingan ekan, hozir 3-4 dars bo'lgan ekan. Biz ham balkim bu laboratoriyani shu Inalcoga bog'lashimiz mumkin, universitetga bog'lashga to'g'ri keldi hamda.
hozir tadqiqotchilar aytib qizg'in muomala qilyotdi bunga qarta uyg'urshunoslar hamda qiladigan ishlar nurg'un uningdan boshqa yana birisiga adabiyotni tunishtirish uchun institut nashriyot qurmoqchimiz uning shu orqali hamda uyg'urcha inglizcha uyg'urcha fransuzcha uyg'urcha germancha tillarni pishiq biladiganlarni atrofimizga uyushtirib uyg'ur adabiyotini birga mushu tillarga tarjima qilish yana birisiga bo'lsa mushu tillardagi cho'ng adabiyot yoki bo'lmasa ijtimoiy fanni uyg'urlarga tanishtirish degandek mush xizmatni qilmoqchimiz. Fransiyadagi hayotingizda zo'r natijalarni qo'lga keltiribsiz deyishga tamoman bo'ladi ekan. Bo'libmi Uyg'ur tili o'qituvchilik xizmatingiz meni nihoyat qiziqtirdi. Uyg'urlar boshqa tillarni turmush yoki xizmat ehtiyojidan o'rganamiz. Fransuzlar Uyg'ur tilini nima sababdan o'rgandi? Ularning Uyg'ur tili o'rganish jarayonida yo'liqadigan qiyinchiligi nima? Bu vaqtda cho'qim qiziqarli bayqashlaringiz bor deb o'ylayman. Uyg'ur tilini Sharqshunoslik institutida 2013 yil 1-oydan tatib o'tyapman. Uning oldida 2010-yildan tatib boshlagan. Shuningdan beri 7 yil o'tdi hozir o'tilayotgani Sharqshunoslik institutida. Bu dars Turk tili fakultetiningki darsi. Turk tili fakultetining bir tanlash darsi hamda. Hozirgacha faqat Uyg'ur tili darsi bo'lyapti. 1 yillik, ya'ni 2 mavsumlik. Bular hamda asosiy jihatdan o'zlarininki shu Uyg'urlarni tadqiq qilish xiyoli bo'lganligi uchun shu sababdan o'rganadi. Til sinflariga nisbatan Uyg'ur tilida odam bir qadar ko'p. Hammasi hayron qoladi Uyg'ur tilida odam ko'pligidan. Chunki hammasi kim qiziqadi deb o'ylaydi Uyg'ur tiliga. Bu yildan e'tiboran Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur tarixi, Uyg'ur madaniyati darslar qitildi. 1 yillik, 2 mavsumlik. Va sinfimda odam ajoyib, ya'ni 30 dak bola bor har bir sinfda, har bir darsda. Birga hamda Uyg'ur masalasi hozir qaynoq masalaga aylanib ketganligi uchun Fransiyada ham bu nimaniki Uyg'urshunoslikni o'rganish borgan sari ko'tarilyapti, qiziqlik ko'tarilyapti magistr o'quvchilar ichida hamda bu nihoyat bir yaxshi ish. Ya'ni bizga bundan keyin yosh Uyg'urshunoslarningki shakllanishida roli intayin cho'ng albatta. Undan keyin hamda 7 yildan beri Uyg'ur tilini fransuzlarga o'tish jarayonida hamda his qilgan narsalar ko'p, hamda qiziqarli narsalardan bo'lib talaffuz masalasi bor. Masalan, fransuzlar r bilan g'ni farq qilolmaydi. Chunki fransuz tilida r yo'q, g bilan x bor. Uyg'ur tilidagi x bilan y'ning farqini qilolmaydi bular. Chunki fransuz tilida y'ni talaffuz qilmaydi faqatla. Mayli fransuz bo'lsin bo'lmasin, hammasi a bilan e'ni farq qilolmaydi degandek. Qadrli radio anglag'uvchilar, yuqorida anglag'anlar ma'nilik hayot sayfimizning radio ziyaratining 1-qismi. Davomini kelasi sonda davomli anlatamiz. İştirak qilishinglarni umid qilamiz. Rivoyatni tug'ar rivoyat. Muhabbatni tug'ar muhabbat. Yaxshilikda bor gulning uzlig'i dil xonasida saqlanar abad. Edebiyat dünyası. Ey ana til bizge sen halgan ulug'lardin nishon. Sen bilen ruhi zeminda iftixorlang'im kelar. Aziz anglag'uvchilar, bu qitimliq adabiyot dunyosi sayfimizda guruhimiz a'zolarining tayyorlashda anglaydiganimiz Uyg'ur xalq masalalaridan Qushning arzusi nomli asar. Yoqtirib anglag'aysizlar. İntayin güzel ve akıllı bir kuş bolğan ekan. U yiqimliq sayrab, odamga o'xshash so'zlayoladi ekan. Bu qushning donqini anglagan bir podshoh nurg'un kuch sarf qilib uni tutqizibdi va rang-barang popuk munchoqlar bilan zinnatlangan oltin qafasga solab o'rtasiga isib qo'yibdi. Podshoh buni bakma a'tivolaydi ekan. O'z qo'li bilan ozuqlandirdi ekan. Oradan xili vaqtlar o'tibdi. Lekin qush bir qitimmi ichilib sayramabdi. U doim g'amkin holatda beshini to'van silib turdi ekan. Buni ko'rgan podshoh bir kuni qo'l ostidagi vazir o'limalarni yig'ib, Ey tanglarchi,
Bu qush bizning huzurimizda nima uchun sayramaydi? deb so'rabdi. Vazirlardan biri Alilre, buning sababini uning o'zidan so'rab ko'raylik. debdi. Qushdan nima uchun sayramaydiganligini so'ragan ekan, Qapazning eshigini ochib qo'ysanglar, daraxt ustiga qo'nib sayrab berman. deb javob beribdi qush. Buni anglagan podshoh qapazning eshigini ochib qo'yishni buyuribdi. Qush qapazdan chiqibdi-da, Majnun tolning zilva shig'iga qo'nib, Altın qonda qapazdan lang qumishim yaxshi, bunda hasal yegandan erkin turmishim yaxshi. deb bir qitim sayrabla parvoz qilib uchib ketibdi. Yuqorida anglag'aninglardek, bu qushning arzusi balkim sizning va bizning arzularimiz bilan o'xshash bo'lishi mumkin. Haqiqatanmi inson o'z hayotligida turmush, xizmat, arzu-umid qatorliqlar uchun tinimsiz tirishir ekan. Ammo arzulagan narsalarga yetib biriga huzurlanay deganda eng qimmatli, qadrli kishilardan ayrilib bo'lgan bo'ladi ekan. Xo'sh, navbatdagi minutlarimizda pishqadam shoir Muhammadjon Rashidin apandimning Ata nomli she'rini Dinzatbek Azizning deklamatsiyasidan anglaymiz. Igiz tog'larga talmurdim, atam yodimga yetganda. Atamning qadri zab o'tdi, beg'imda sho'ri etganda. Ko'kat basqanda o'gzamni, meni olamchi g'am bosdi. Ata deb yig'ladim kuzda, uyimda yomg'ir o'tganda. Atang kelmaydi deydi, itizlar ham so'rab mendan. So'raydi oy kecha ko'kda, jahon jimliq cho'kkanda. Itim o'ldi, sunib harvam, tag'ar o'shnamdidir amdi. Otamni izdigim keldi, itizdin uyga ko'shganda. Otam darvoza ochganda, uyimdan chiqdi kun deydim. Atam bo'lsdi har oqshom, uyimning shomi o'shganda. Jimi el chash etib qaytdi, xamallardan mahallamga. Atammu kelsdi shundoq, onam ayvonda kutganda. Atam ketganda keldi hit, tuyuldi men uchun haza. Atamni esga oldim men, iriqdan so'q suv ishganda. Atası barni boy deyman, onasi barni oy deyman. O'zimni to'xtatolmayman, men atasi yo'qni ko'rganda. Aziz anlıqçılar, gözlerimiz qiymagan halda yana sizlar bilan xo'shlashishga majbur bo'lmoqdamiz. Qimmatli didordamlarimiz kelar qitimliq anglitishimizda yanama go'zal mazmunlar bilan diqqatinglarda bo'lg'usi. Mikrofon oldida sirdosh do'stinglar Dinzatbek Aziz. Xizmatinglarda Ra'no G'ofur. Xayr do'stlar, ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Ishlaringlarga osoyishlik, teninglarga salomatlik tilaymiz.